qirg'iz irlarini o'rgatim qizlarga, bolalarga, biylarini bir gana qirg'iz o'zbek tilidagi irlarni da yaxshi o'rgatam. Say bo'lib olsun, qarang'i jarib Çırakta pilik sübüt may bo'lib olsun, talanın kürkü qayda gülü bo'lib olsun. O'zbekiston umumiy uyimiz festivalining tanlanali asosida chiqqan yurtimizdagi tinchlik va osuda hayot uchun shukronalik bildirib, bugungi islohotlar zamirida ko'p millatli o'zbek xalqining teng asosli huquqiy manfaati mujassam ekanligini e'tirof etishdi. Qayd etildiki, vatanimizda barcha millat vakillari baxtli va farovon turmush kechirishi kafolatlangan. Turli millat vakillarining huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ta'lim olish, qiziqish va layoqatlari bo'yicha kasb-hunar egallash, madaniyat, an'ana hamda qadriyatlarni saqlash, rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Darhaqiqat mana biz bugungi kunda O'zbekistonda yashayotgan millat vakillari shu yurtning o'zimizda vatanida yashaymiz. Chunki o'sib o'lib mana bugungi kunda muhtaram yurtdoshimiz Aqlonda dona siyosati bilan mana respublikada bugungi kunda 140 dan oshiq milliy madaniy markazlar faoliyat ko'rsatib bormoqda. Shu jumladan mana Qirg'iz madaniy markazi yana 5 ta viloyatda markazlarimiz ishlab turibdi. O'zbekistonda bugungi kunda 300 mingga yaqin qirg'iz millat vakillari istiqomat qiladi. 67 ta qirg'iz tilidagi maktablar bor. Hozirgi kunda biz o'sha kecha kim edigi, bugun kim bo'ldi degan savol 100% mana o'zini oqlab turibdi. Odamlarning ko'zlaridan, yuzidan, gaplaridan odamlar bugungi kunda yashayotganidan rozi. Qaysiki o'sha insonlar, millat vakillari rozi bo'lsa, o'sha yerda hamma sharoit bo'lsa, odamlar bemalol bexavotir yashaydi. O'zbekistondagi millatlarda do'stligi abadiy bo'lsin. Ishtirokchilar kayfiyatida xalqimizning birdamligi namoyon bo'ldi. Asosiysi barchamiz uchun yagona oila hisoblanish mamlakatimizning har bir bo'shasi mana shunday barakali ekanligidan barchaning ko'ngli to'q. Ayniqsa 44-umumta'lim maktabining tashkil etilganligiga 80 yil to'lish arafasida ushbu tadbirning bo'lib o'tayotganligi iqtidorli va izlanuvchan barcha o'quvchilar qalbida mustaqil O'zbekistonimizning imkoniyatlari, xalqlar birdamligi haqidagi tasavvurlarni yanada boyitgani rost. Bizning maktabimizda o'tkazilayotgan festivalda ko'plab millat vakillari ishtirok etyapti. Bizning maktabimizda hamma imkoniyatlar yaratilgan. Biz o'qishimiz uchun bu yerda matematika, biologiya, ximiya xonalari dunyo standartlari natijasida jihozlangan va biz bunday imkoniyat yaratilgan maktabda yaxshi o'qishga harakat qilamiz va a'lo darajalarga erishib vatanimiz sha'nini butun dunyolarga ko'rsatamiz. Manas bo'lib tur, Manas atla qo'nib tur. Manas o'g'li semetay, boshida qirg'iz debetay. Alas bulas at dedi, boydiqina bor dedi. Boydiqina boribey, qizni olib qoch dedi. Dunyoda do'stlik degan muqaddas so'z mohiyatini anglab, shu ruh bilan yashashdan ortiq baxt yo'q. Bu fikrga O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida o'tkazilgan do'stlik va tinchlik tantanasiga aylangan festival yorqin dalil bo'ldi. Bu bayram shu mustaqilligimizning 25 yilligi yubileyi oldidan ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Mana shu yil bunaqa bayramlar juda ham ko'p bo'lyapti. Buning sababi shu mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik tufayli mamlakatimizda mana shunaqa tinchlik abadiy bo'lsin. Millatlar o'rtasida do'stlik abadiy bo'lsin. Guvohi bo'lganimizdek, musaffo osmon ostida millatidan qat'iy nazar shu yilning tuprog'ini muqaddas bilgan. Barcha yurtdoshlarimiz istiqlolning 25 yillik tantanalariga fidokorona mehnatlari bilan bir qatorda ham ruhan, ham ma'nan peshvoz chiqayotganlari tahsinga loyiq. Zero, go'zal va betakrorimsan, muqaddas vatanim, jonim senga fido. O'zbekiston shiori bugun qay bir millatga mansub bo'lmasin, har bir O'zbekiston fuqarosining qalb so'zidir.